Yaqinlarim, assalomu alaykum hammalarga. Haqiqatni qidirganmi deylar? Haqiqatni topib keldim, yaqinlarim. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani. Shunda eski Pravda bo'lardi, mana o'sha yerda haqiqat dermi deylar? Mana sizlarga haqiqat 30 soti fermalarimdan 3 soti, 3 ta xonasi. Общий 30 soti joy, 6 sotisiga hujjat dokumentlari bor ekan, 24 sotisi zaxvat ekan, egalari hamma arizalarni topshirib qo'yganman, kirg'izib hujjatlarni qilib beraman deyaptilar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani. Oldin bo'lardi Pravda degan joy. Mana o'sha joy hozir haqiqat bo'libdi. Mol bozoriga 300 metr ekan. Yangiyo'l mol bozoriga 300 metr, Betonkega 800 metr, ipodromga 23 kilometr ekan. Ipodrom postiga, erkin postiga. Egasi startoviy narxini mana shu hamma joy mol-hollarni olib chiqib ketaman, qolgan hamma narsa qoladi. Hamma hujjatlarini mana bu 24 sotini ham turar joy qilib, hammasini qonuniy kirgizib beraman. 105 ming dollar so'ralyapti. Kami bor ekan. Kelishtirib beraman. Lyuboy yo'lga yuraman deyaptilar. Balki meni yarim yolchisini berib, yarim yolchisini oymoyga ham berasizmi desam, unaqaga ham gaplashaman, barterga ham gaplashaman deyaptilar. Zo'r joy ekan. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa fermalar, uy joylar qidirayotganlarga mana 30 soti, 40 soti joy kerak deganlar. Qaranglar, bu yoq tarafi ham ko'cha, bu yog'i ham ko'cha. 3 ta taraf ko'cha. Faqat to'g'ri orqasi qo'shni ekan. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa uy joylaringlar bo'lsa, sizlar real haqiqatan sotmoqchi bo'lsanglar, aloqalarga chiqsanglar, borib ustiga qo'yib, birovga yarim narxiga olib berib, unaqa odatlar yo'q. Prima kanallarimizni reklamaga qo'yib yuboramiz, sotilguncha o'zingizlar sotaverasiz. Mana telefon nomerlarimiz. Lekin joy zo'r ekan. Gaz, svet, suv, hamma sharoitlari bor, zo'r joy ekan. Sog' bo'linglar, yaqinlarim. Hammaga nasib aylasin.